ko'zlaringga qomat, cho'ntaklaringga daromad, hamisha omad yor. Bugun biz Toshkent davlat transport universiteti talabalari Yashil makon loyihasidan kelib chiqqan holda universitetimiz hududida hashar tashkil etdik. Universitetimizda tozalik bo'yicha har xil chora-tadbirlar olib borilyapti. Yashil makon doirasida hashar uyushtirmoqdamiz va bu hasharda talaba qizlar ham o'z faolligini ko'rsatmoqda. Ko'rishingiz mumkin, hasharda hamma universitet talabalari faol ishtirok etmoqda va shu bilan talaba qizlar ham o'z faolligini ko'rsatmoqda.